Salom do'stlar, agarda siz Dreamlogo Soccer o'yiniga qiziqsangiz, kanalimga obuna bo'ling. Eng to'g'ri joydasiz. Dreamlogo Soccer o'yini haqida eng so'nggi ma'lumotlar va eng so'nggi sirlar bizni kanalimizda bo'ladi. Bugungi videoda esa biz sizlar bilan mana bu ikkita goatni full qilishga qaror qildim, lekin Messi jarohatda ekan, 22 ta olmos bilan tiklash kerak ekan buni. Shuning uchun Messiga 22 ta olmosni ayamaymiz. Lekin 5 ta o'yin o'ynasak tuzalar ekan. Ronaldoni 5 tanga bilan jarohatdan tuzatib oldik. Biz kuchaytirgichlarni yig'ib qo'yganmiz. Hozir Bellingham bilan Haalandni sotib yuboramiz. Menga eng yoqadigan futbolchi o'z Bellingham jigarlar. Shuni ham aytib qo'yay. Fitnessga sotamiz. Haalandni sotdik, endi Bellinghamni sotsak bo'ldi. Shuncha kuchli futbolchilarni sotib tashlaganman jigarlar. Mana buni qaranglar: Salah, Pedri, Araujo, Isak. Mayli, hech qisi yo'q. Video uchun jigarlar. Hech qisi yo'q video uchun. Hammasi darvozabon. Mana ko'rib oldik, tekshirib oldik. Bo'lmasa jigarlar kuchaytirishni boshladik. Avval ikkitagina texnikamiz bor ekan, shularni berib olamiz. Ronaldoga tushdi, omadli. Yana Ronaldo Messidan ustunligini har joyda isbotlab beradi. Avval mana bu fitnesslarni, oddiylarni ishlatib chiqamiz, keyin ko'k fitnesslarga o'tamiz. Mana bu kuchaytirgichlarimiz yetarmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Jigarlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi yilgacha 10 mingta bo'lsak, bitta full akkauntlarni sizlarga bepulga tarqatib yuboraman. Messiga tushyapti. Voy, Messi 84 bo'ldi, yaxshi. Ronaldo 83 bo'ldi. Ronaldo 83, Messi 84 bo'ldi. Ozgina texnikaga ham sotsam bo'larkanda jigarlar. Ronaldo 84 bo'larmikin degandim, bo'lmay qoldi. Endi ikkita kuchaytirgichlarimizni boshladik mana. 84, 85, yaxshi. Endi qanaqa kuchayar ekan? 85, yaxshi. Ikkitalik kuchaytirgichlarimiz yaxshi ketyapti. 85, 86, yaxshi jigarlar. Yaxshi kuchayapti bu ikkita yulduz goatlar. Kelasi ham 86. Ronaldo 86 ga chiqib oldi. Messi 87 bo'ladi menimcha bu safar. Mana Messi 87 ga chiqdi. Kuchaytirgichlarimiz yetarmikan, yetmasmikan? Shundan xavotir olyapman men, yetmay qolishi mumkin deb. Olmoslarimiz ham bor ozgina. Ronaldo ham 87, kelasi ham 87 dan. Ronaldodan bitta 100 bor. Messi 88. Ronaldodan bitta 100 bor allaqachon. Messi 89, Ronaldo 88. Lekin kuchaytirgichlarimiz yetmay qolishi mumkin. Keyinchalik kuchaytirgichlar to'plab videoni davomini qo'yib yuboraman. Ronaldo ham 89 bo'ldi mana. Kuchaytirgichlarimiz yetmay qoladiganga o'xshayapti. Jigarlar, shu yerdan xavotir olyapman-da men. Mayli, hech qisi yo'q. Boya aytganimdek. Mana Ronaldo ham 90. Olmoslarimiz bor ozgina. Messi 91. Hech bo'lmasa Messi full bo'lib qolsa armonim qolmasdi. Ronaldo 91. Kelasi ham full bo'larmikin yoki jigarlar?
pul bo'ladiganga o'xshayapti. Ronaldodan 2 ta 100 chiqdi. Messidan bitta 100 ham chiqmadi, hech qisi yo'q. Hozir ikkita fitness bersak, full bo'ladi jigarlar. Mana fitnessni berdik. Ozginagina qoldi. Oxirgilarini ishlatib yuborsak bo'ldi. Mana 67 olmosga. Mana ikkalasi ham tengiga full bo'lyapti. Juda ajoyib pul bo'ldi bular jigarlar. Bitta screenshot qilib olamiz. Mana buni ham screenshot qilib olamiz jigarlar. Mana bu ajoyib akkaunt bo'ldi. Endi buni sotuvga qo'yamiz. Buni narxi esa 30.000 so'm deymiz, ko'p demaymiz. Ikkala godlar full bo'lib turibdi bu yerda. Bu akkaunt asli juda zo'r akkaunt edi. Mana sotib yuborganmiz. Shuncha futbolchini tez-tez olmos sig'ib qaytib olsanglar bo'ladi bu futbolchilarni. Yetmay qolarmikin deb xavotir olib turgandim, lekin yetdi. Bemalol yetib qoldi jigarlar, olmos va tangalarimiz. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keting jigarlar. Meni quvontirasizlar, motivatsiya bo'ladi. Ko'p video chiqarishimga motivatsiya bo'ladi. Keyin kommentariyada keyingi safar qanaqa video chiqarishimni ham yozib ketinglar. Qaysi o'yinchini full qilishimni ham yozib ketinglar jigarlar. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.